jon bergan non tuzing uchun. Odiy askar Abdurasul Ibrohimovga yetib keldi. Quchoqlashga ruxsat eting. Ruxsat. Voy, bolam keldi. Yur ichkariga kir. Mana. Tushunmadim. Ha, Mana bu kichkina oyoq kiyim kimniki? bu haligi sen nimaga otingga kelmasdan aql o'rgatyapsan, ha? Tekislan, boslan. Shundoq bo'lsa, uyga kir gaplashamiz. Yer. Ada? Oh, Nimaman bu? voy nimaga kerak ko'rmayapman, nima? Men bir so'zgacha edish. Eshitasanmi? Nima eshitaman? Men unda choy ichaman. Pilada ichmayapman. Ada. Men voy yuragim bema'ni savol. Voy. Ada. Oh, Mana nima? O'sha perego. lalaku. Abi buni dinlashmasdan olganman. Viloyatlarga polni tarqatib yuraman. Qo'ysichi, Ada, to'g'risini ayting. Eshitasanmi? Lalaku yaxshi taglik. Namlikni o'tkazmaydi. Bolajonlarga allergiya berolmaydi. Hozir ana yengicha biri chiqqan. Undan ham olib kelib qo'y. Nima deyapman? Xullas yaxshi taglik. Ada, menga reklama qilmang. Haqiqatni ayting, nima yashiroz? Eshitasanmi? Ha? Gapiring, Ada. Endi o'g'lim, choy qo'yman men. Gapiring. Xullas o'g'lim, uyda non tugagan ekan, ukalik bo'ldik. Ukali? Magazinga chiqdim, Qodir akaga noni yo'q ekan. Xo'sh. Eshitasanmi? Ha, gapiring, Ada. Keyin men Sanobar apanikiga chiqdim non so'rab. Iltimos, Ada, faqat Sanobarda men iltimos sizdan. Eshitasanmi? Sanobar apa eshikni ochdi. Voy, kekiraz, yaxshi kelibsiz, ovqat qiluvdim, yeb oling dedi. Yeb qo'ydim. Ya, qanaqa qilib bosh ko'tarib yuraman? O'rtoqlarim kuladi meni ustimdan. Assalomu alaykum. Men o'qishdan keldim. Bo'la, xonangga chiqur bolam. Ada, bu katta bo'layu, men 2 yilga ketgan bo'lsam. Bu boshqa. Boshqa? Eshitasanmi?